Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun bitta patsientimiz borlar. Bu patsientimiz вторичный бесплодие, bitta bolalar bor. Undan keyin 2 marta неразвивающий bo'lgan va shu bilan вторичный бесплодие 8 yildan buyon aziyat chekib yuribdilar. No, hozir bu kishi mengacha ham juda ko'p vrachlarda borganlar, juda ko'p davolanganlar, даже inseminatsiyaga qildirganlar. Ovulyatsiya bo'lmagan holatda 2 marta inseminatsiya qilganlar. Birinchi aytib o'taman, ovulyatsiyani ko'rgandan keyin inseminatsiya qildirish kerak. Qizlar ovulyatsiya bo'lmasdan turib inseminatsiya qilmaslik kerak, pullar havoga ketadi degani. Birinchi. Keyin bu kishi 1,5 yildan buyon gormonal lecheniyaga ekanlar, lekin gormonal lecheniyani qanaqa qilib olib yuribdilar? Birorta gormon analizlari yo'q, hech qanaqa gormon analizlari yo'q, lekin polni gormonal lecheniyani olib yuribdi. Quruq patsientni gapi bilan. Patsientni gapi bilan hech qachon patsient davolanilmaydi. Albatta, gormon problema bo'lsa, kimdadir narushение, ovulyatsiya bo'lmasligi, disfunksiya ovulyatsiyali bo'lsa, albatta gormon analiz bilishimiz kerak. Nimadan? Sabab nima? Nima uchun ovulyatsiya bo'lmayapti? O'shanga qarab tashxis qo'yilsa va lecheniya qilsa samarali bo'ladi. Hozir bu kishi 1,5 yildan buyon boshqa ko'chalarda yuribdilar. Keres dorilanib yuribdilar. Rosa ko'p L-tiroksin ichganlar. Вообще norma, shitavetkada hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma narsa norma. Umuman biror marta gormon analiz tekshirmaganlar. Prolaktin umuman tekshirmaganlar. 1,5 yildan buyon dosteniyakasi ichib yuribdilar. Hozir qaraganimizda уже prolaktin вообще низкий уровеньga tushib ketib qolganda, umuman ras foydasi tegmaydimi, zararimiz bizda tegmasligi kerak patsientga, vrachlarni. Shu uchun albatta bitta nima borganda, bironta shikoyat bilan bitta vrachga borganda hammasini по полочку analizlarni tekshirish kerak. Analiz tekshirgandan keyin bizga o'sha analiz aytadi sizni tashxisingizni. Tashxis qo'yildimi, 60% davo oldingiz degani. Bez analiz, bez tashxis, lecheniya yo'q qizlar. Tushundingizmi? Buni hamma o'qib olish kerak birgalikda. Shuning uchun menga ko'p kelgansizlar, bilasizlar, menda yurgan patsientlar biladi, biz analizni lecheniya hech qachon yozmayman. Va o'zlaringiz ham boshqa vrachga borganlaringizda ham shuni talab qilinglar. Analiz tahlillarni ko'rib, keyin назначение olinglar. Чтобы ertaga bitta muammo bo'lmasligi uchun, zarar bermasligi uchun. Men hayron qolaman, ba'zida shunaqa patsientlar keladi. Men deydi bordim, vrach, даже узист vrach ko'rdi menga, menga Kabirgalin yozib berdi. Vrach, узист, kabirgalin, без гормонов, без ничего. Hayronman. Umuman bu noto'g'ri taktikalar qizlar. Albatta bitta vrachga borishdan oldin chuqur o'ylanib, chuqur o'rganib va analiz tahlillar bilan davolaydi. Qanaqa kasal bo'lishidan qat'iy nazar. Umuman не только ginekolog, gepatologga borasizlarmi, nevropatologga borasizlarmi, terapevtga borasizlarmi, qanaqa vrachga borishdan qat'iy nazar, albatta hamma analizlar bo'lishi shart. Hamma analizsiz lecheniya emas qizlar. Hozir u davrda emas. Oldin borgansiz, assalomu alaykum, vrach, mana o'ziga tushdim, o'zi qog'ozimga lecheniya qarab yozib bering. Unaqa emas. Vrach patsientni davolaydi, qog'ozni davolamaydi. Tushundingizmi? Patsient davolash uchun patsientning hamma statuslarini biz bilishimiz kerak, analiz tahliliga qarab. Shuning uchun sog'liklaringizga befarq bo'lmanglar. Umuman va vrach tanlashda hech qachon adashmanglar. Doim o'zini ustida ishlaydigan, doim ilm izlanib yuradigan vrachlar bilan birga hamkorlikda yuringlar. Sog'liklaringizga umuman befarq bo'lmanglar. Salomat bo'linglar.